Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan Didahi kitobining 6-bobini o'qib chiqamiz. Uning sarlavhasi quyidagicha: hayot yo'lida yurish, soxta ta'limotlar va butlarga qurbonlik qilingan ovqat haqida. E'tibor ber, seni hech kim shu ta'limotning yo'lidan aynitmasin. Zero bunday kishi Xudoga teskari bo'lgan narsalarni o'rga tepgan bo'ladi. Zero agar Rabbimizning vazifasini to'liqligicha bajara olsang yoki yukini ko'tara olsang, barkamol bo'lasan. Bajara olmasang, qilolguningcha bajargin. Ovqatga kelganda qo'lingdan kelganini bajar. Biroq butlarga qurbonlik qilingan ovqatdan o'zingni butunlay tiygin. Chunki bu, ya'ni butparastlik, o'lik xudolarga xizmat qilishdir. 6-bob ko'rib turganingizdek juda qisqa edi. Shu yerda videoni shuning uchun tugataman. Agar videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Savol izohlaringiz bo'lsa, izohda yozsangiz bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Bemalol shu videolarni boshqa o'rtoqlaringiz bilan bo'lishsangiz bo'ladi. Hozir esa hammangizga xayr deb qolaman. Xudoning tinchligi va inoyati hammangizga yor bo'lsin. Xayr.